Bugun sizlarni Maritozzo bilan tanishtiraman. Italiyaning Rim shahridan kelib chiqqan. Bu shirinlik emas, bu qanaqadir tushunmovchilik bor. Har doimgidek juda oddiy va juda mazali shirinlik. Birinchi bo'lib brioshga yaqin bo'lgan sutli xamir qoramiz. Albatta sifatli sariyog' qo'shib yaxshilab xamir qoramiz. Xamirga yarim soat dam berib, zuvalaliga bo'lib chiqamiz va avval shakl berib, oshirishga yuboramiz. Oshib chiqqandan keyin ustiga tuxum suriladi 170 gradus 18 daqiqa. Bulochkalar tayyor. Hidiga mast bo'lib yeb qo'yishga shoshilmay, oldin qaymoqli kremini tayyorlab olamiz. 2 xil qaymoq, saxarna pudra va vanil pastasi. Hammasini ko'pirtiramiz. Alohida tovada quruq karamel tayyorlab, karameliga qora smorodina, malina, qulupnay va vanil solib qaynatamiz. Natijada dahshat yagodniy sous hosil bo'ladi. Sousni yana ham xushbo'y qilish uchun lime sedrasi bilan lime suvini siqib solamiz. Запахи вообще сумасшедшие здесь. Maritozzoni yig'ib olamiz. Bulochka kesiladi, orasiga ozgina malinali konfi ham sog'ordim. Qaymoqli krem, xullas, qolganida mendan ham yaxshi bilasizlar. Retseptini video описаниесida qoldirmayman. Bu shirinlikni aslo tayyorlab ko'rmanglar.